Assalomu alaykum hurmatli prezident, assalomu alaykum tadbir qatnashchilari. Avvalo o'zimni cheksiz minnatdorchiligimni bildirmoqchiman shu yuksak mukofot uchun. Men O'zbekiston tarixiga Olimpiada o'yinlarida ilk 6 medalni qo'lga kiritgan ayol sportchi sifatida kirdim va bundan juda ham faxrlanaman. Albatta bu yutug'im siz sportchilarni va ayniqsa xotin-qizlar sportiga qaratayotgan e'tiboringizni katta mevasi bo'ldi deb o'ylayman. Parij Olimpiadasida 6 medalni qo'lga kiritish men uchun oson bo'lmadi, chunki Tokio Olimpiadasida turli vazn toifalarida Olimpiada chempionligini qo'lga kiritgan qizlar bilan kurashdim va meni ularni mag'lub etishimda sizni qo'llab-quvvatlashingiz va xalqimizni duolari menga katta kuch berdi. O'ylaymanki, kelgusida biz sportchilar, ayol sportchilar yurtimizni dovrug'ini ham yuqori ko'tarib, o'zbek qizlari, o'zbek ayollari qanaqa kuchga egaligini butun dunyoga ko'rsatib qo'yamiz va O'zbekistonga, yangi O'zbekistonimizga yangi g'alabalarni olib kelishga va'da beramiz. Rahmat.